Hammaga salom, sizlar bilan Big Games kanali. Biz bugun Roblox o'ynaymiz. O'tgan qismda shu yerga kelgandim. Hozir bugun davom ettiramiz. Davay sakra. O'tgan qismda ham shu yerda endi sakrayman deb tushib ketdim. Yetib borish qiyin ekan-da. Iltimos, o'taylik. Narigi videoda 9 minut vaqt ketdi. Shu yergacha kelishni o'zi. Yana u yerda juda ko'p video to'xtatilgan joylar ham bor. Xudo. Shuncha joydan kelib shunda lazerga tegib qolish endi bilmadim. Robloxdagi parkour menga umuman yoqmaydi. Kommentariyada yozib ketinglarchi, sizlarga yoqadimi, yo'qmi? Eng zo'r parkour faqat Minecraftda. Va o'tdik yaxshi. Hozir bu yerda yana sakrash bormi deb demoqchi edim, yo'q ekan. Jonimiz yarmidan ham kam. Roq. Bittada chaq quyi solib. Chaq. Chiqqan joyini qaranglar, korobkani sindirib. Ne? Endi bu yerda magazinga kiramiz. Yo'q. Narxlarni qaranglar. Biz magazinda hech narsa kerak emas. Bu yerda nima bo'ladi endi? Ana u yerga borish kerak shekilli. Yana o'sha yoqimsiz o'zga sayyoraliklar. Nima? Bittada choyingni ichiraman. 205 ming bo'ldi pulimiz. Tangamiz 205 ta bo'ldi. Korobkalar ham kerak bo'lib qolar ekan-da. Shuncha vaqtdan beri korobkan foydasi tegmayotgan edi. Birinchi marta foydasi tegdi. Yana o'ziga sayyoralik, o'sha yoqimsiz. Bulardan qo'rqasizmi deb savol tug'ilsa, yo'q, qo'rqmayman. Urushga ulgurmay qolsam tamomda. Ketdi. Shuncha pul. Mayli. Pul uchun pastga tushmaylik. Shuncha joydan kelib, pul uchun pastga tushib ketish. Jonim tugab qolmasa bo'ldi edi. Qalqondan himoyalanishim kerak-da. Ne? Jonimni qaranglar do'stlar. Iltimos bu yerda yo'qmi? O'zga sayyoralik. Yo'q. Kola ichaman. Energetik ichaman, kola ichaman. Demoqchi edim. Ichishni iloji yo'q ekan. Biz o'yinni yutdikmi? Nima deb o'ylaysizlar? Davay boss. Portal. Nima? Yana bormi hali? Buncha ko'p. Yo'q. So'krashimizni qaranglar. Supermenga aylandik shekilli. Ishqilib magmaga tegib magmada jonimiz ketmasa bo'ldi. Yoqimsiz. Baqaka.
jonga tegib ketding-da. Yo'ldan chiqib. O'zi bitta urushda o'lasan. Yana pastdan boshladik. To'xtamasdan o'tishga harakat qilaman. Yo. Baribir to'xtar ekanmiz. Yaxshi. Oxirgi qayerga sakrash kerak endi? Shu yerga bo'lsa kerak menimcha. Yoqimsiz joniga ekan. Endi-chi. Endi hammadan tepaga chiqish kerak deb o'ylagandim, to'g'ri bo'lib chiqdi. Manda endi baribirga. O'sha balo bekkimiz lolollo. Davay. Shu yerga. Mana shu yerga. Yugurib kelib, ana shu yerga demoqchi edim. Yetib kelmadik. Qanaqasiga bu yerga o'tish mumkin unda? O'ldim. Zato jonim qaytadan to'ldi. Mayli. Bir marta tushib ketish zato bizga foyda berdi. Jonimiz endi to'la bo'ladi. Davay tezroq. To'xtamasdan. To'xtamaslikda iloji yo'q. Ismimni topishga harakat qilib ko'ringlarchi. Boshi Bek, qolgani sirli. Topish juda oson. Bek bilan boshlanuvchi ismlar juda kam, chunki qaranglar, sizlarga podskaska bermoqchi edim, yo'q. Podskaska bera olmayman. Mayli, podskaska. Ismimda O harfi bor. Bu qanaqa podskaska bo'ldi endi? Yugur. Nimaga bu yoqqacha yetib kelmaydi? Yana boshidan boshlashim kerak. Yana jonim tugadi. Demak, o'zi men jonim kam ekan. Kam jon bilan paydo bo'lar ekan. Men xursand bo'layapman bundan beri. Jonim to'ldi deb. Sakrasham ishlamay qolyapti-da, bug bo'lyapti. Videoni shu joyda tugatamizmi, yo'q? Yana 1,5 minutcha video olaylik. Keyin o'chiramiz. Kim bu? Politsiya! Iltimos, yo'q, qoch. O'zi politsiya yetmay turibdi. Shu paytam tushib ketamanmi? Qochishim kerak-ku, axir politsiyadan. O'yin boshidan odam bo'lish yoki politsiya bo'lish tanlanadimi? Yana bug bo'ldi. Yana sakrash yo'q. Videoni shu joyda tugatamiz. Hammaga xayr.